Распаковка bo'ldi. Mana men aytaman sразу mana. Kelishdi, bilaman, keldi oldi. Stream qilmoqchiman dedi. Olyapti. Monitorida. Voy, Falkenstein degani yozib chiqdi mana. Mana xullas, mana konfiguratsiyadan kelamiz. O'zi streamerskiy yig'ish uchun bizda ikkita kompyuter bor. Ko'rmasdan. Qo'liga voy, o'tdi. Bitta sambo'sini kelib stream qilmoqchi bo'ldim. Ikkita alini 360. Bu endi o'zi maqsad Mazza qilib Yevropeyskiy stream bo'ladi. Bizda O'zbekistonda почти hech kim unaqa stream qilmaydi. Umuman hech kim. Короче, Alisherdan yengillik bo'libdi. Qanaqa yengil bo'ldi? Alisherdan yengillik bo'libdi. Распаковка qilamiz. Alisher tanishmaydi. Alxon upaga to'g'ri ko'tarib olamiz. 1, 2, 3 katta. Yaxshi boshlandi mana shu gap bilan. Voh. Yomon bo'ldi. Asadbek juda katta bizga yordam beryapti. Voh, sizni chiqishini qarang. Распаковка bo'ldi. O'pagaga telefon qilamiz, yengi jo'natib olishsin, sindi bu. Voy, yon ekan bu. Yonini sindirdik. Mana turibdi. Yo'lakka bizib yondan chiqamiz. To'g'ri. Mamit sinmadimi? Sinsa zo'r kontent bo'lardi. Sindiramiz endi. Birinchi kundan. Voh, ana. Olyapti. Voh, monitorli ekan toshlari, kuldirlari. Bu apparatga nima deysizlar? Mana ikkita apparat, CS:GO ni zo'rlari, CS2 ni CS:GO. CS:GOda lekin oma zo'r bo'lganmi? Mana vashcha qilib qo'ygan. Oma bag'i ham bor. Bilasizmi, CS:GOdagi ancha boshqacha edi. Kimga oq yoqadi, kimga qora yoqadi. Oq va qorani farqi boradiganlar uchun. Qora bo'lib qora oq bo'lib chiqdi. Gapiramiz. Ana shu mashhur HyperX podcast. Podcast. Nima bu endi? Jonon bo'l. Jonon menga mos narsa ekan. Jahling chiqsa shundoq. Kuydirasanmi? Mana hozir sirli qutidamiz. Mashhur. Qora jo'nata olishdimi? Ochsang oq chiqadi. Naviga balet qiladiganlar bormi? Plyus yozib qo'yamiz kommentariyada. Naviga muxlislar. Bu web kamera. Logitech Streamcam. Только OnlyFans uchun bo'ldi. 4K emasmi? 4K ekan. Mana yangi. Qo'llari turgani eski bir xil. Logitech bo'lsa olmaydimi bir to'g'ri Chipro. Bu yaxshiroq dedi. To'g'ri. Qozonga yaqin yursang, qora suv qoladi. Qozonga yaqin yursang qorning to'yadi, jinni noto'g'riga. Bitta yoqsa mana hozir pullarni aylanama monitorida. Voy, Falkenstein degani yozib chiqdi mana. Voy, mana to'xtab turinglar. Ko'ringlar. Anaqami, nimani yopishtirasan? Ko'ringlar. Ikkinchisi. Ikkita gumanoid. Nolingsa monitordan chiqadi. Yomon turadi. Ular aka-ukalar. Mama Ryzen'midi? Shirinada Ryzen. Qizlarniki. Reklama bo'ladi. Ryzen hozir sanga chiqadi degan. Sudlashgan. Ryzenni ishlatish olamiz. Pul to'laysiz ishlaymiz. To'g'ri, ishlamay turamiz. Bularning farqi bormi? Yo'q, bir xil. Bir xilmi? Mana ko'rsatib qo'y, monitorimiz bor. 27 talik edi. Bu 360 Hz. Da, 360 Hz 27 talik. O'zini garametdan. Yo'q, bitta faqat vat patlari yozilgan. Ну, короче, 360 Hz eng seryoznisi shu edi. Chiqqanida olingan edi. Gersi qichqir. Endi mana sizlarga qiziqroq bo'lsin deb yana bitta qo'shib qo'ydik. Yangisini arzon qilamiz. Yaxshi kontent bo'lishi uchun bolalar harakatda. Mana bir xilmi? Bu по-моему что-то o'ttinroq. Sindiramiz. Bu chiqib tushadimi o'zi? Yo'q, endi. Qattiq bo'ladi. Mana bu.
Da. Farqi. Sal ko'rinib turibdi. Yengillik uchunmikin, Rustam? Ha, shunaqa. To'xta, namni ham taqoli. Taqol. Betdan o'zimni terlitsodan tushib turadi. Bo'ldi, Boshladi. Endi Ko'rinyapti. o'zim endi ochki deyman. Da, endi men ham ko'ryapman o'zi. Meni boshqacha ishlarim bor. Da. Ha, Da. Salomat. Endi terlitsodan. Ertaroq qilamiz-da shu ishda. Asadbek, ertaroq qo'ymaysiz. Tuxum qo'yadigan yo'q shu. Da, tuxum reshotkasi. Qo'ya olaverasizlar tuxuminglar. Wow, bu sonini ko'ringlar. Wow, Falkenstein. Bu 25-kompyutermi shunda? Ha, bu 27 bilan 25 yo'q boringlar. Kompyuter xona bo'lmaydi. Bir xil. Alienware Faqat sal tozaroq yo'qdi. yengisi mana. Bu yoqqa mana tupurilgan, so'kilgan. Bu 20 timmetlarni so'kkandan keyin shunaqa bo'lgan. Bu 25 ta. Bu velosiped qilinadi. Mabodo Facebookdan 200-300 euro tushirib qo'ysak, bittasi ketadi. Chaq ikkinchisi bor mana. Chaq ket. Ziyoda ko'kazajatsi. Ko'rmasdi. Qo'liga voy, o'tdi. Tushirib qo'ying. Mana bitta tamom knopka qanaqadir bor. Ha, bo'ldi. Ular bering, do'stim buni ham kitobni oling. Klaviatura. Ben bu nakleykani peshonga yopishtirib U nas begalar. Yepishtirmayman. Voy. Katta turadi u. Ular hozir olmaslik ko'chishi. Men buni o'zini aylantirgan, birinchi. Yo'q. Endi ular. Biz ham daftarlarga boshladik. Yo'q, buni tepaga, buni pastga. Ha, kam jichimi kerak ya. O, ana. Ya'ni. Men buni Gamer klaviatura yangi mana. Ehtimol joysi bo'lgan. Bosilishlari ashqa qichqirgan ishlaydi. Bu bitta oldingi pokoleniya. Bu bitta oldingi pokoleniya. shuni zaratchi. Mana og'ir ekan lekin qani? Mana og'irroq ekan. Bu. Da. Ikkalasi ham Dark Project. Donka ko'rik. Mana qalinligini qaraydi. Unaqa qilsak, ha? Nolbesh sensa qilib avval qilib o'ynasa bo'ladi. Bitta mana ko'rikdan chiqib ketsa, ularning podyezdga chiqib ketib. Tepaga. Bitta QR kod bor ekan. QR kod bilmayman. Endi aniq qolmaydi. Nima deydi? Soliq qolmaydi. Hammasi ochiladi. Voy, buni ichida mushkul. Anaqasi qattiq. Mana chiqib bo'lsa kerak. Bu ichiga tiqadigan joyi ham yo'q-ku. Tiqadigan joy topiladi. Boshqa ishlar bo'lgan. Может, mashqqa sig'ar. Mana ochganimizda Korobka. Tamomda ana fleshkasi. Bu narsa nimaga kerakligini tushuntirib bering. Ha, bu narsani xolos kompyuterga ulanadi. Mendan o'zi to'g'risini aytaman, xato qilishim mumkin. No, ertaga Alixonni olib kelamiz. Alixon zo'r qilib beradi. Nima yo'qmiz bo'lmasa hozir. Bu narsani o'zini primoy monitorni tagiga ulasa bo'ladi. Monitor tagida USB ulaydigan joyi bo'ladi. Monitorga ulagandan keyin siz kompyuterni blok pitaniyaga ulashishda shart emas. Blok pitaniya deyiladi. Prosessorga, keysga ulash shart emas, lekin mana bilan ulasanglar, по-моему, Задержкасы. ha, задержкасы, ну, типа bu bilan ham bo'lmaydi, no, bu bilan qanaqadir более гарантированно то, что sizlarda задержка bo'lmaydi. Bu, по-моему, sim bilan keys o'ziga ulanadi и bo'ldi. Bo'ldi, buni qanaqa qilib olib yursa bo'ladi? Qani ochiluvchi? Mana buni sizlarga ko'rsatib beraman. Logitech birinchisida Ko'rmayapman. Mana men orqasida mana buni ochganda, mana bu fleshkasini o'zini olib yuradigan, qatqadir mushkani kompyuterxonaga olib borganda olib yuradigan joyi bor mana. Buni tiqiladi, bo'ldi. Shuni olib ketdi, ochib o'ynash kerak. Bunisida ikkinchisida hech qanaqa razница. Qani, может, O'zi obzor ko'ra olishimiz kerakmi? Bundan obzor qilish uchun. Yo'q, bo'ldi. Ne, naоборот, yaxshi bo'pti. Joylarga Mana o'tirgan. mana
просто USB joyi tiqilib qolar ekan o'tga, keyin buni qanaqa qilib bosilar ekan. Ko'ringan bo'lsa, sen operator. Sen baxtli bo'lishga loyiqsanmi? Buni Yoniga ham anu alohida yopishtiradi. bu zaryadnik. Buni nimasi zo'r? Bu masalan bu anaqa kompyuterga ulangan. Buni USB dan mana bunaqa qilib ulanadi-da kompyuterga. Sal qoldi gapirib yuborishimga. O'z zaryadka olib turaveradi mishka demoqchi edim. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Biz mishkani olib alohida amatida farqini ko'rsataman. Yana bitta farq. Bu yerda bu qanaqa zaryadka aytiladi? Mana Type-C. Bunisi USB-C emas. USB-C boshqa narsa bilmaydi. Eski Samsung eski Samsung zaryadkasi. Bunda eski Samsung zaryadkasi zaryadka qilish qiyin. Mana bunda Type-C turibdi. Mashinada zaryadka qilib ketsa bo'ladi. Bo'shalarmi? Keyin Это было лишнее. Лишний здесь только вы, оператор. kitobchasining ichida mana bu martaviy orqasi. Olg'a yana boshqa gap bilan gapirmoqchi edim shuni. Mana buni almashtiraylik, siz o'ting. Mana bunaqa qilsa более плавно bo'ladi. По-моему, O'shamaydi. Siz magnitni qani? Qani? Mana bundoq qilib qo'yish kerak. Mana endi tushdi. bo'ldi tushdi. So'kmachi buni. Yo'q, farqi yo'q. Po-моему, farqi yo'q. Po-моему, men o'ylashim bo'yicha farqi yo'q. Ichidan matri yana anaqalari chiqadi. Bunaqa nakleykalari bir tiyinga qimmat. Adresda karbon Sizga как будто boru. Mana birinchisi yaxshi yuryapti. Bundoq qiladi. Ikkalasini DHG'sini ochish kerak. birinchisi yaxshiroq yuryapti. Endi o'ynab ko'rib, o'ynagandan keyin chessni qanaqadir obzor. Men PowerPlay olib tashlash kerak edi, o'yin topildi. O'rniga akkauntim berdi, o'ynashyapti. Domka. Hop, bugun mana mehmon keldi. O'rtoqda nima? Mana to'g'ri. O'ynasmi sen? Mehmon bu. Mehmon. Alixon. Mehmon Alixon. Ko'pchilikdan edi. Xullas, maqsadga o'tamiz. Alixon, Alisher, Otabek. Mana men aytaman sразу mana kelishdi, mana men keldi oldimga. Stream qilmoqchiman dedi. Shunda ham o'zi bir nechta muammolar bo'ldi. U degan, bu degan tushunmaganman men uni nimadir demoqchi bo'lgan o'xshatmay. Xullas kompyuter yig'dik. Oxirgi bu meni go'shim degan. Men bundan foydalanaman ko'pincha. Umuman foyda qilganim yo'q, ko'rsatdim ham, befoyda qilmadim emas endi. Ishxonadagilar hozir nimaga u foyda qilmading endi ishmarsa. Kompyuter yig'dik, moshnisini, real moshnik. Bo'ldi, endi hozir biz aralashamiz. Alixon bilan bunday efir obzor. O'rtog'im o'zi maktabda sinfdoshim bo'lgan, ko'pchilik hamma taniydi o'zi. Kompyuter sohasiga qiziqadigan odam taniydi. Mana xullas, mana konfiguratsiyadan kelamiz. O'zi streamerskiy yig'ish uchun bizda ikkita kompyuter bor. Do'stlar ikkita. Mana. Ikkinchisi. Endi jinni bunga ahamiyat bermasdan labni o'rgandik. Mehmonni. To'qqana kompyuter yig'ganmiz. Bu birinchi diyorni moshnik kompyuteri. Birinchisi, uni ham o'zim yig'ib berganman. To'g'ri. Da oq uyga xonamga moslab olgandim. Ya'ni shunga ham o'zi qancha noladi, men afsuslandim senga kompyuter yig'ganimga. Xo'p, buning ichida nima bor? Buning ichida i7 edi, i7 12700 protsessor edi, и 3070 Ti video karta shunaqa moshni narxdan olib ketgan. Lekin stikovoy bir-biriga nima deydi? To'g'ri kelmas ekan, chunki KSMda FPS'im 250 dan o'tmasdi u yog'iga. Aytmoqchiman, shuncha pul to'lab 250 FPS. Bu eplamagan, to'g'rilash, nastroykasi o'xshab ketadi. Endi ozgina uzrlik. O'sha payt birato'la mana monitor tipi ikkita monitor olmaganman. Bu ham shu kompyuter bilan kelib qolgan monitor. O'zi bitta sam bo'lsa kerak, stream qilmoqchi bo'lgan, ikkitalik verdi qiladigan 360 ga berishdi. Bu endi bu shu maqsad kuchliligini. Maqsad kuchli, plan kuchli. Hikmatni yeb qo'ygan ham. Hikmat deb qo'yadi bu. Bu yedirganni biladi. Yediryapti-yu. Mana ayi chiqdi. Upgrade'ni sizlarga mana 100. Ya, bunacha o'zi eshitmayapsiz. Deb turib, men bitta manda monitor olayotganda, keldi, men ikkinchi monitor olayotganda. Menda 20 talik bor. Endi katta yo'g'i yig'iladi. Bo'pti, bo'lmasa 25 talik olasan, Zo'r o'xshatding, menga yoqdi. 25 talik olasan, sen ham dedi. 5 pulga olib qolasan shu monitor, 27 ta. Nima bu sotaman deb o'ylayapsan?
Yo, o'zi sotsa nechi pulga Sen sotiladi? nima Yuriy Dudimiz amani gapga o'xshab o'tsam Dmitriy Gamnov. Diyor duch. men aytdim, necha pulga olgansan? Bir 500 qanchalarga olgan? 500 ga olgan, rovna adashmasam 500 ga olgan. O'sha payt zo'r narxida nechi pulga kelganda o'sha payt ochilgan monitor edi. Ne ochilgan bo'ladi. San tipa biza prosmotrga olib keldik, tipa birinchisi keladi, ochib ko'ramiz, beramiz degansan. Ochilgan bu monitor. O'zi narxi qimmatroq bo'lgan, arzonroqga bergansan 500 qilib. $700 turardi. Mani PlayStation'im ham olganimda ochilgan edi, ichida Gapiradilar, gapiradi. Bo'pti. Xo'p, xullas $500 ga olgan, endi buni hozir sotaman desang, 250 ga narxlashadi. Ne stoydi? bo'ldi. Shu yerda chatda o'qish uchun kerak. 360 Hz. Streamerskiy kompyuter bu, to есть botda stream yoqiladi, botda hamma o'yin o'ynaladi. Bir-birini ikkalasini bog'lash uchun apparatni biz zakaz qilganmiz. Zakaz qildik, xudo xolisa keladi, ikkalasini bir-biriga ulaymiz. Ulaganimizdan keyin nazar qilib yevropeyskiy stream bo'ladi. Bizda O'zbekistonda почти hech kim unaqa stream qilmaydi. Umuman hech kim. Bu streamerskiy, bu игровой. Ikkalasi ham o'zi игровой. Ma'mul lekin moshniy. Bu eng oxirgi narsalar, eng oxirgi nachinkalar, kecha chiqqan video kartalar. 5060 Ti, 9800 X3D. Maysnor chiqqan paytda odamlar Amerikada o'chirtilib turgan mana shu protsessor. Kecha 17-bayda chiqqanmi? Yo, bu o'zi yaqinda chiqadi. aytmoqchiman. Bunda qanaqa farqlanadi shu ikkita kompyuterlar? Bizlar bu safar aynan Counter Strike uchun maksimum FPS olish uchun yig'gan kompyuterimiz. To есть bugungi kunda maksimum olsa bo'ladigan. 1000 FPS olsa bo'ladimi? Chindan Counter Strike 1000 FPS bermaydi bugungi kunda. Oldin beradi, hozir bermaydi. Ha, bo'ldi. Oldin beradi. 600 olsa bo'ladimi? Yo, 600 stabilni bo'lmaydi. 600 ga chiqadi, no stabilni bo'lmaydi. Ha, bo'ldi. 300, 400, 300 dan pastga tushmaydi xohlasa buning. Bu ham 300 beradi, sal chilantirib davaysan. Ha, to'g'ri. Sen 300 ga chiqadi, past o'ynaysan. Bu 300 dan tushmaydi. Bo'ldi. To'g'ri nastroyka qilinsa, agar normalniy bo'lsa, bu to'g'riga uchlab o'ynasang agar. Bo'ldi. Men kecha Asomov bilan birga bu sponsorim ikkita Superlight olganlar. Nimaga bizaniki qora ikkita farqini aytib ber, ikkalasini. Bu birinchisi, bu ikkinchisi. Men olganimda bu ikkinchisi chiqmagan edi. Bu birinchi versiya, bu ikkinchi versiya Superlight ikkalasi ham. Bu 35000 dpi edi. Hero sensor. Keyin обновление chiqib, bu 44000 dpi bo'ldi. Hero 2 sensor, mana bu scrollari, mikriklari. Обновленный versiya. Mana qorasi. Nimaga qora bo'ladi degan savolingga. Oq. Короче, o'zi niyatimiz nima edi? Mana bu кейsi ichini oqartirish. Короче, bunga nima edi? Nima qilmoqchi edik? Короче, mana bunda turgan narsani oddiy keysga, mana buni ichiga yig'iladigan narsa bu keys ichiga yig'ilishi kerak edi. Bunga kerak bo'lgan narsa, buni ichidagi narsa men buyoqqa o'tish kerak, buni ichidagi narsa keysga o'tish kerak edi. Hisoblangan edi. Faqat nima bo'ldi? Mana bu keys narsalari sig'madi menga. Endi men qanaqa hisobladim? Uyda kompyuteri. Bo'ldi. Примерно esimda bor, akvarium keysga yig'ib berdim, sig'sa kerak deb o'yladim. Razmeri to'rtburchak, anaqa emasda, nima deydi? Prямоугольный oddiy keysdan farqlanadi. Bunda endi keyin водяной охлаждение shunaqa narsalar ham bor. Ha, водяной охлаждение sig'madi-da, mana shu muammo. Qolgan narsa sig'ardi. водяной охлаждение sig'madi. Aniqdagi 3 talik turibdi-yu. Da. Fizически sig'madi bu yoqqa. Shuning uchun biz keysni o'zgartirdik. Agar oq qilsa, hamma narsasi qoradi, bitta oq bo'lib qoldi keys. Mana nimaga oq keldi? Ha? O'zing oq qoladingmi? Senda mana ham oqdi. Oq qora bo'lib tushadi-yu deb. Ha, mayli, xo'p. Keyinchi naushnik ham qora keldi bugun. Naushnikini endi bugun oq versiyasi bor edi, lekin ancha qimmat, не стоящий fan. Kerak. Bu ham o'zi G Pro X беспроводной versiyasi. Quadcast mana bunaqa yomon kelgan. Chinnizi manmi? ha, Tronmax buni shtativmi, nima deydi buni? Pantograf. Bu pantograf. Mana buni nima qilamiz? Mana bu web kamera. Logitech'ni 60 FPS olib beradi. Ikkita Alienware monitor. Kronstein. Полный рост. Именно да, Project nima. Bu bilasanmi nimaga o'xshaydi? Men bu Jaris bor-ku, железный человекdan o'shani qo'li. Da. Anaqami? HomePod. HomePodmi? Nifiga. Bu ana muzika. Da, organizatsiya serьезно. Bo'ldi, shunaqa pul topish yaqinda o'rganamiz. Mana bu stolimiz ham tepaga pastga tushib chiqadigan stol. Xo'p, endi biz hozir o'zi переводчик mana tepaga pastga tushib chiqadigan stol ovozlardan. Jaris. Da. Рабочий.
Voy, ben shuncha vaqtdan keyin kompyuter yondi, yaqinroqdan kelib ko'rsatib qo'yishlarini. Ahvolat ishlari borlar. Soat 2:30. Da, cho'ta. Shu charchadi, miyam og'rib qoldi. Karim emas endi 20 ta kam kim mayli. Bizda vaqt plusga o'ynaydi. Karimni qo'yaman. Bizlar uchun karim. Что снимаешь? Меня снимаешь? Ты меня снимаешь? Камера Камеру вырубай. Nima chiqdi? Qo'rqib ketdim. Gumanoch. Shayton, это shayton. Englishmi bizga? Yo, biz russkiy. Oho. Yana bitta gumanoch chiqdi. Quvonuvchilar ko'proq ketdi. Mana orqasida ham bitta gumana bor. Uchinchisi ham bor bizda. Uni keyin ko'rsatamiz. Bu ulanmaganmi? Ulangan. Yo'q. Hadi. Bu o'lyapti. Ikkita bo'lib qoldimi? Balla. O'tmadi. Beshga o'tishdi. Bu ana. Texnologiya. Texnologiya. Qara mana buni endi временно mana shunaqa aylantirib turamiz, xo'p? Kontrolni bor ikkita monitorda. Dmitriy Vladimirovich Bax o'tirdi. Bo'ldi, namushni ishlatdi. Qayerdan bilding ishlayotganini? Ishlolmadi. Voy, yutqizgan. Sasha Simple. Sanyo. Sancho. Santrape. Sanina. Sumail. San Francisco. Saramjon. San Miguel. San Pedro. Qo'totdi o'zi. Wow, ko'ramiz. Skaching bo'ldi. Скажи вот. Yer, nima o'tib ketdi? Во, технология. Технология. Bu ham zaryadkadan. Vip bo'lmaydi zaryadkasi. Nimaga bu bunaqa pulga vip bo'lmasligi kerak? Mana buni. Pul bu. Biz 70. O'zbekcha gaplashaylik. Men непонятный so'z. $70 deb o'yladim. Nima? Sen ko'p narsa o'ylaysan, lekin diğer kamera o'ylaydi. Bitta narsa yig'dirdik lekin. Baraka, qanday? Do'stim, mana buni yoqdi. Mana buni. Buni ham yoqdi. Bu Ali Ulash kerak bu, bilmaganim Ali o'ziga почти qo'yib ketdi. Simni topmadim, simni qaradim. Shunday yo'q edi. Mo'chilab, bunday qanaqasi bilmaysan bo'ladi. Tushunishini qiyin qolsalar lekin. Assalomu alaykum. Bugun 3-kun remont ishlari ketyapti. Mehmonda Ayubxon. Ayub Ataxali. Tanishtiraylik. Men Abbosman. Sog'lom vaqtida to'laylar bor. Abbos Ali deb to'g'rilab Abbos qo'yasiz. Ali Ahmedov. Abbos Ali nima ish qilasan? Tushunmayman. Men sog'liqda ishlayman. Bitta qo'ldan yaxshi o'ynayapmanmi? Mana bugun главный задачamiz mana simlarni mana bugun kompyuter yoqib ko'rdik. Takoy. Kompyuter mashinashidan ekan. Endi hozir domni обустройкасы, remontlari ketyapti mana. Полный. Oxirida ko'ramiz. Колокольчик, подписываться и комментарий esdan chiqardim. Soat 7:30. 4-kun, 4 kun oldin shu streamer bo'lish qaroriga kelib, shu narsani o'zimni o'rtoqlarim bilan gaplashib, kvartira oldik. Stream qilish uchun. Kvartiradan keyin kompyuter yig'dirdik. O'zim uyimda boshqa kompyuterim bo'lardi. Bu oq bloki. Monitor o'zim uyimda turardi. Buni yangi olib keltirdik.
shu xonani обустроить qilib, remontlarini qilib, aniqligi hamma yog'ini o'zimizcha yengil narsa qilib, qo'ldan kelgancha bugun mana tayyor bo'ldi. Birinchi o'chlikda katta rahmat Upgrade magaziniga kelib o'zlari shu videoni ko'rganinglardek o'zimizning o'rtog'imiz Alixon kelib sal yordamlashdi, shu kompyuterga erishishga maslahatlarni berdi. Keyin o'zlarini jamoalarini ishchilarini jo'natib, shu cable management, stol hech narsa ko'rinmaslik, shu narsalarni hammasini cho'tka qilib berishdi. Endi do'q informatsiyalar ko'payib ketyapti. Kamroq videoni har hafta bittadan video chiqadi kanalimizda. Bir haftaning ichida nimalar bo'ldi, evasandan ko'pchilik streamda nima bo'layotganini ko'rishi mumkin. Prямой efir streamda YouTubedan yoqamiz. Chunki Twitch, Kick bizning xalqimizga uncha to'g'ri kelmaydi. Xudo xolasa niyat bor, katta streamerlarni ham, populyarniy streamerlarni ham shu yerga mehmonga chaqirib, streamer bo'lib ham nechta pul topsa bo'lishini ommaga olib chiqamiz-da. Nima, cho'k-cho'k, faqat bizda formalnost bo'lmaydi, adabiy tilda qanaqadir chiroyli videolar qilish sal nevariant o'shaning uchun to'g'ri jaydachasiga erkakski shuni bosilib gaplashilib, xudo xolasa yoqadi sizlarga. Like bosib qo'yishni unutmanglar videoga, chunki siz like bossangiz ko'proq odam ko'radi, tezroq продвижение bo'ladi. Qancha tezroq продвигаться qilsangiz, shuncha ko'proq informatsiya, shuncha ko'proq yangiliklar sizga chiqadi.